Assalomu alaykum, hurmatli Doktor Bog'bon kanalimizning obunachilari, mehmonlari, kuzatuvchilar, uzum shaydolari. Yana bir marta assalomu alaykum. Tojikiston Respublikasi Sud viloyati Ash nohiyasidan. Bugun yana bitta yangi mavzu. Dolzarb mavzu desak ham bo'ladi. Ko'k payvand qilish, ko'kka ko'k ulash. Ko'kka ko'k ulash shuki, hozir chiqayotgan yangi novdalarni kesib, o'zimizga ma'qul bo'lmasa, yaxshi novdalardan olib, yaxshi sortlardan olib turib, shuni ko'kini ko'k ulasak, ko'k payvand hisoblanadi. Akalarim, ukalarim, ko'k payvandning vaqti sharoitga qarab turib 15-apreldan 15-maygacha bir oy asosan ko'k payvand qilamiz. Undan keyin havolar isib ketgandan keyin olish qiyinroq bo'lib qoladi. Oladi-yu sal qiladi. Keyin novdalar pishmasdan qolib turib hosil berishi qiyin bo'ladi. Ko'k payvand qilish uchun oldin tayyorgarlik ko'rib olishimiz kerak. Tayyorgarligimiz shuki, uzumlarning tagiga 2 kun oldin yaxshilab suv qo'yishimiz kerak. Suv yaxshi bo'lsa, ulaganimizdan keyin ko'k payvand olib ketaveradi. Hozir sizlarga mana bu o'zimizning bog'imizdagi uzumlarning holatini ko'rsatib o'taman. Mana akajonlarim, bizning hovlimizdagi uzumlarning ko'rinishi. Bugungi 20-aprelga 2025-yilga bo'lgan ko'rinishi. Mana bu uzumimizning nomi Indian akalarim. Bu gibridni sort bo'lib, juda serhosil uzum ekan. Rangi oq, yumaloq. Shu tenisi shariga qancha bo'lsa shunchadan bo'ladi qarasangiz agar, yaxshi qarasa. Mana shunaqa holatda. Bunday kelsak, mana bu yoqqa kelsak, mana bu yerda mana bu uzumlarimizni payvand qilganman. Bu uzumlarimiz tagi kishmish, qora kishmish, usti avatarga kishmish ulaganman. Mana bu yerda yana bitta serhosil uzumimiz ko'rinib ko'rsangizlar agar, hamma novdalarida uzumlar ko'rinib turibdi. Bu Arkadiya sorti. Buni men mazasiga qoyil qoldim. Uzum mazasi bo'lar ekanda, lekin uncha shirin bo'lmasdan, bir chiroyli, priyatniy maza ekanda. Mana bu yonimizda yana kelayotganimiz bu Avatar. Avatarning hosili bugun bu yil 2-yil hosil olamiz, xudo xolasa. Mana shu holatda. Mana shu holatda. Mana shu holatda, mana shu. Orqasida Avatarni payvand qilganman. Kishmishga bu tomonda yana bitta payvand qilganmiz. Kishmishga Avatar. Yana bu tomondagini ham ko'rsatib o'raylik bir yo'la. Mana ko'karayotgan uzumimiz Padarik Vinokurovo. David Alversiyandan o'tgan yil olib kelgandim. Bu yil katta bo'lyapti. Yoqib kelsak agar, bu yerda Tornado degan uzumimiz sal ko'karish qiyin bo'lyapti, ildizi yaxshi bo'lmasa kerak buni. Bu yerda Avatar uzumlarimizning ko'chati bu yil 3-yil lekin hosil qilmadi, tagiga ishlab bermadi shekillida. Bu ham Avatar. Ana shu uzumlarimiz, ana shunday holatda, mana shu novdachalar, ko'k novdalar akalar. Mana shular 7ta, 8ta bo'lsa, ulashga tayyor bo'ladi. Ko'k payvandga. Hozir men sizlarga endi ko'k payvandni qanday qilishini ko'rsatib beraman. Teoriya boshqa, praktika boshqa. Ko'rsataman. Bu ishni hamma qilsa bo'laveradi. Buning uchun o'qish shart emas. Ozgina zehn bilan tomosha qilib ko'rsangizlar, ko'raversangizlar, bemalol bo'laveradi. Faqat shuni e'tibor berish kerakki, buni kesgandan keyin darrov suvga solib qo'yish kerak. Quruq turmasligi kerak. Nami yaxshi bo'lsa, tez oladi. Mana akajonlarim, mana bu ko'chatimizning nomi Preobrazheniya. Rossiyadan olib kelganmiz David Alversiyandan. O'tgan yil ko'karish sal-sura bo'lgandi, bu yil mana yaxshi ko'karyapti. Ko'karib qolsa, xudo xolasa yana yildan hosil berib qolsa kerak. Endi akalarim, vaqt hamma uchun kerakli.
ko'p gapirmaymiz, ish qilamiz. Qanday qilish ko'rsataman sizlarga. Hurmatli kuzatuvchilar, bizga ko'kka ko'k ulash uchun kerakli bo'lgan narsalar: qaychi, o'tkir pichoq, bir piyola ozgina suv, streç plyonka, qo'limizni artish uchun sachoqcha. Novda kesib keldik. Bu novda avatar novdasi. Oldin tayyorlab olamiz kesgandan keyin. Mana barglarini olib novdaning uzunligi 25 cm, 30 cm bo'lsa, mana 1 2 3 4 5 6 7 ta bo'g'inlar 7 ta 8 ta bo'lgandan keyin tayyor bo'ladi. Hozirga mana shundan ulaymiz. Tayyorlash uchun o'tkir pichog'imiz o'tkir bo'lishi kerak. Hammasini kesmasdan ana shuni ushlab olsak agar osonroq bo'ladi. Toza uchini kesish osonroq bo'ladi. Sekin, ehtiyot bo'lib kesamiz. Shunday olamiz. Bir martada bo'lmaydi. Bu yoq bo'lgandan keyin aylantiramiz orqasini. Sal bosib turib net olamiz. Atverkaga o'xshagan bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Tayyori shuni kesamiz. Shuni suvga solib qo'yamiz. Kesganimiz doim suvda turishi kerak. Suvdan suvmasligi kerak. Nima degani, namlik doim bo'lishi kerak. Endi ulash uchun mana shu novdaga ulaymiz. Xo'p. Kesamiz. Tagidagi ko'zlarini kesib tashlaymiz, ko'karmasligi uchun. Kuchi tepaga kelish uchun. Kesganimizdan keyin bu yerdan suv chiqadi. Ko'pchilik lezvada qilyapti. Lezva yaxshi, o'tkir. Lekin sal noto'g'ri harakat qilsangiz, bunaqadan ajrab qolamiz. Kesib ketib qoladi. O'shanga men pichoq ishlatyapman. Pichog'imiz o'tkir. Buni kesgandan keyin ozgina suvdan tomizib yuboramiz. Mana shundan piyola bilan tomizsa ham bo'laveradi. Tomizib yuboramiz. Iloji bo'lsa, razmeri bilan razmeri to'g'ri bo'lsa yaxshi. Keyin ham streç plyonka bilan ehtiyot qilib qattiq o'rab chiqamiz. Qattiq, yaxshilab o'rash kerakki, bu yerga shunday o'rab chiqamiz. Ayay yozib. Nima bo'shatdi ya? Ko'kka ko'k payvand. Usti ham ko'k, tagi ham ko'k. O'shaning uchun ko'kka ko'k deyiladi akalar. Ko'k novdaga ko'k novdani payvand qilyapmiz. Buni ko'karishi 100% bo'lmasa ham 99% ko'karishiga garantiya bor, xudo xolasa. Bitta bo'ylab qo'yamiz. Oxirida. So'zim aytib ketdi. Namlik ko'tarilmasligi uchun, bu qurib qolmasligi uchun mana ustini ham o'rab qo'yamiz akalar. Bo'lmasa qurib qolish holatlari kuzatganmiz.
Mana ko'kka ko'k hayvandimiz tamom akalarim. Mana shuni ko'kka ko'k deydi. Xudo xolasa endi buni nazoratga olib, sizlarga qanday qilib ko'karishni birmarta ko'rsatamiz xudo xolasa. Sizlarga, sizlarning oila a'zolaringizga tinchlik, omonlik, sog'lik tilab qoluvchi Doktor Bobon kanalining olib boruvchisi Abdullayev doktor bo'lamiz. Mabodo chiqarayotgan videolarimiz ma'qul bo'lsa, like tugmalarini bosib, podpiskani bosib, kommentariy yozib qo'ysangizlar, biz rosa xursand bo'lamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.